Puli arzonga 2 xona razdelli Yevro ta'mirdan chiqqan uy qidirgan yurtdoshlarimiz uchun bugun biz sizlar bilan Chilonzor tumani 23-kvartalda joylashgan ushbu uyimizni birgalikda ko'rib chiqamiz. Ushbu ko'rib turganlaringiz uyimizning zal qismi, birinchi xonamiz. Bu yerda esa ota-onalar yotoqxonasi. Uyimiz yangi ta'mirdan chiqqan. Ta'mirdan so'ng hali hech kim yashamagan. Bu yerda esa glavniy eshikdan kirib kelish va sanuzeli bilan. Ushbu uyimiz g'ishtlikdan bo'lgani sababli sanuzellarimiz birgalikda joylashgan, alohida emas. Bu yerda esa oshxonamiz. O'tirib ovqatlanishga stol-stullar va barcha mebel texnikalar bilan jihozlangan. Balkonimiz 1,5 ga 3. Ushbu uyimizda 5 qavatli binoning 2-qavatida joylashgan. Mo'ljaliga keladigan bo'lsak, 23-kvartal Darvoron to'yxonani orqasida joylashgan ushbu uyimizda ko'rib turgan barcha mebel va texnikalari bilan birgalikda egalari tomonidan $64,560 baholanmoqda. Sunnatiga ozgina o'tib beriladi. Kimgadir qiziq bo'lsa, opsioniyadagi raqamlarga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin.